Bolasini qarang, maşallah. Juda chiroyli ekan akalar. Bu yetide yürüyün demeyin. Yetide oldu baba. Lazımısı. Babara koy yetti bu. Ha? Hey, bari akkanayım böyle. Lazımısı. Ver abi. Ver, hey, yürüyün gel. Hey, abba, babara. Ver bari. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva TV kanalimizning doimiy kuzatuvchilari, hurmatli Chorva sigir ishqibozlari, aziz yurtdoshlar, biz Toshkent viloyati Piskent tumanidamiz. Akalar, bugungi kun narx-navolarini chiroyli qilib qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. 26 mart hafta kuniga chorshanba 2025-yil. Akalar, sigirlarni zo'rlardan kelgan, xudo xolasa. imkon qadar zo'r qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Sigir qilaman degan akalarga yaxshilardan yoritib beramiz akalar. Syomkalarimiz boshladik, xudo xolasa. Likelar esdan chiqmasin, likelar. Akalar, likelarni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Likelarni gumbilab tursalaringiz, mana shunday yaxshi videolarni chiqarishda biz doim harakatda bo'laveramiz akalar. Xo'p. Mana sigirlar zo'rlardan akalar. Chiroylisini qarang, maşallah. Iloji boricha savdolarni ustida olishga harakat qilamiz akalar. Mana shu tomonda savdosi bo'lib turibdi. Mana shu sigirimizni. Ne bir aralık böyle o'tmaysan, sira o'tmaysan. Hocaga Alloh bersin. Aramni oldingmi? Mayis. Voy, aytamak sizga. Abbosiga nima bo'lgan? Abbos. Ey, bari aytganing bo'ldi, jonim. Ber Abbos. Bo'ldi. Ey, yurmay kel. Ey, Abbos, qayta, bo'ldi baraka. Bo'ldi, qancha baraka bo'ldi? 35 ming. Bolasi? Bolasi bu qancha? Nechinchi bolasi ekan? Tog'a nechinchi bolasi ekan? Ikkinchi bolasi. Gap yo'q. Nechta tutga berdi? 25 ta berdi. 18 ta kilometrda davomida 8 taga berdi. Yo'q, gap yo'q. 18 ta 20 litr akalar. Sigirimizni zo'ri, baraka bo'ldi. Ham eti zo'r. Gavdali. Mol qilaman deganlarga hozir mana sigirimizni oldiga borib yana bir chiroyli qilib ko'rsatib yuboramiz. 35 millionga, maşallah. Bolani ham zo'r beribdi. Erkak ekan bolasi. Bolasi ham erkak ekan. Tog'a, mol qilishga oldingizmi uyga? Xudo xolasa. Yaxshi kunlarga nasib qilsin, Allohim. Abbos qancha sog'dik? 15 ta beryapti. Beradi. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin 15 litr. Barakasini bersin. 35 milyon. Akalar, mana shunaqa sigirlar narxlari hozirgi kunda mana 35 milyon. 35 millionga shunaqa sigir zo'rlarni olaverasiz. Ikkinchi qorin ekan, hali yosh. Xo'p, keyingi sigirimiz akalar mana savdosi bo'layotgan joyidan, xudo xolasa. Bolasi urg'ochi. Qancha bo'ldi? Sog'. Narigi bo'lyaptimi? Qancha bo'ldi bu? 19 milyon so'm, bola urg'ochi. Bolasi urg'ochi. 19 milyon. Ha, mana shu sigirimiz ekanda. Bolasi urg'ochi. 19 milyon so'm. Nechinchi bolasi ekan aka bu? İkinci bolasi. Nechta litr sut beryapsizlar? 6 litr. 6 litr sutga. Xo'sh, 20 marta bo'lmadi. Bu baraka bo'ldimi? Chiroyli sigir ekan.
Osh. Nima bo'ldi aka buni savdosi? 26 ga chiqdi, 25 yarim, 26. 26 ga. 18 sutga. 18 litr sutga bolasi? Urg'ochi. Telefon Ikkinchi bolasi. ikkinchi bolasi. Telefon nomeringizni aytingchi aka. 99 009 83 83 40. Ammo lekin sigir juda chiroyli ekan akalar. Havas qilganlar xonadonlarda mana shunaqa sigir hammamizga nasib etsin. Boqish. Ko'rsangiz zashdan turasan. Maşallah. Maşa akalarimizdan. Bolasini ko'rsatib boramiz hozir. Qana bolasi. aka maza qilasiz. Yiyani yo'q mana aka. Yedirganim yo'q. Gap yo'q. Juda yuvosh ekan. Polvon like. Buni savdosi nima bo'ldi ekan aka? 23 bo'lyapti. 23 qilyapti. Bolasi? Bolasi urg'ochi 23 million savdosi bo'lyapti. 15 litrga ertaga kech. 21 qilyapti. Mana. Orqasini qarang, qachqa. Ha, juda chiroyli sigir ekan. Zo'r sigir ekan mana. Yeb ichish hammasiga bir hafta kafolat deyapti. Gap yo'q. O'g'lim sog'adi. Buni ochilsa ochib ketadi. Ochilmayapti. Ya, gap yo'q. Sigir qilaman deganlarga. Aka telefon nomeri qoldirib qo'yamizmi? Telefon nomer Ayting. 94lik 94 239 87 93. Akalar shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bunisi 21 million bo'ldi tog'a, ha? Bu ham sizdan. Bu nechta litr sutga? Bolasi? Bolasi urg'ochi 10 litr sutga. Mana 21 million. Ikkinchi bolasi ekan. Juda yuvosh deb aytishyapti akalar. Tog'a salomat bo'ling. Charchamang. Savdongiz xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Bu baraka bo'ldimi? Qanchaga? 19 million. Assalomu alaykum. 19 million 200 mingga. Bolasi urg'ochi? Yo'q, erkak. Ha, bolasi bu qancha? Nechta litr sutga? 6-7 dedi egasi, 3-chi bolasi. Ha, 6-7 litr. 3-chi bolasi. Bu mol qilishgami yo sotishgami? Sotishga aka. Telefon nomeri qoldirib qo'yak? Yo'q aka, Shart emasdan sotib ketadi. Bo'ldi. Mana akalar, baraka bo'lgan joydan. Sutlar oqib ketdi jonivor mana. Yenlari. Boyagi sigirimiz hali savdosi bo'lib turibdi tog'lar. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi aka buning savdosi? 25 ga boryapti. Savdo qanaqa bo'ldi? 19 qilyapti. 19 million. Bolasi? Mana bolasi. Bolasi. Ha, bolasi urg'ochi, ikkinchi bolasi. Nechta litr sutga dedingiz? 8 ta sut beryapti. 8. Ertaga kech. Yuvosh, yeb ichish, sog'lik, zo'r. Telefon nomeri qoldirib qo'yamizmi? Mayli. Ayting. 88 598 598 94 44. 94 44 mana. Akalar shu raqamdagi telefon qilaverasizlar. Sigirimiz zo'r ekan mana. Mana shu sigir. Mana shu akamizdan. Aka salomat bo'ling, savdongiz bersin. Bir ektasi 45 million. Ikkitasi bir joyga 45 million. Savdo qilishib 45 million. Bala erkak, narigi urg'och. Narigi urg'ochi, bu erkak. Ammo lekin juda zo'r sigir ekanda.
qiliqlari yo'qmi? Yomon qiliqlar, yeb ichish sog'lik garanti. Hammasi. Qayer moli? Piskent moli. Piskent moli. Nechinchi bolasi dedingiz? Manzil 3-chi, narigi birinchisi tish yormagan hali. Narigi 1, bu 3-chisi. Necha litr sutga beryapsizlar buni? Bu 13 taga, 5 taga. Bu 13 taga, 15 taga. Yesa bo'ldi beradi. Ha. Qancha 45 millionga berilmadimi? Berilmadi, ikkitasi bir. Ha. Telefon nomeri qoldirib qo'yamizmi? Farqi. Ayting. 88 88 02 012 52 32. 52 32 dehqonchilikmi? Bo'ldi, dehqonchilik ekan kelaman. Dehqonlar. Telefon so'raganlarga nomerlarni qoldirib qo'ydik mana. Hozir narigi sigirimizni ham orqalardan bir ko'rsatib qo'yamiz. Bu birinchi bolasi ekan, shunga sal bolasini qizg'onib boshqacha bo'lib turibdi akalar. Sigirimiz mana. Mana yerlar. Baxtiyor. Yeb ichish sog'lik garanti deyishyapti. Bolasini qarang, maşallah. Juda chiroyli ekan akalar. Maşallah. Pasturajit degan joyi bor aka. Bor, men chamamga biroz bor. Chamamga biroz bor. Hozir ertaga rahmatini aytasiz. Rahmat deylik iloyim. Baraka topsa rahmat deymiz. Baraka topsa rahmat deymiz. Bolasi erkak, birinchi tug'ish. Bolasi erkak, birinchi tug'ish. 15,5 million savdosi bo'lyapti. Mana boyagi sigirimiz akalar. Ikkitasi 45 millionga berilmayotgan sigirlarimiz mana. Chiroyli sigir ekanda. Toza sigir ekan. Mana. Mana shakalarimiz. 15,5 million. 15,5 million savdosi bo'layotgan sigirimiz. Xudo xolasa baraka bo'layotgan joydan ham ko'rsatamiz akalar. Nima bo'ldi bu savdosi? Assalomu alaykum. Savdosi nima bo'ldi? Savdo 18,5 million. Bolasi bu qancha, ha? Bolasi erkak 4-qorin, 12 suti bor. 4-qorin. 18 12 litr suti bor, ertaga kech. Yeb ichish sog'lik garanti. Qayer moli? Akmal Ikrom. Akmal Ikromov, ha? Akalar mana yenlardan ham sutlar oqib yotdi. Jonivor. Mana shu sigirimiz hozir. Telefon nomeri qoldirib qo'yamiz, ha? Ayting. 90 900 88 09 shu raqamdagi telefon qo'yamiz. Akalar mana boyaga 45 million deganimiz ikkinchisi. O mana. Mana shakallarimizdan. Akmal Ikromovni olib kelishibdi. Yeb ichish sog'lik varianti, aybi yo'q. Dehqonchilik bu, ha? Ha, dehqonchilik. Ha, bo'ldi. Shakalar. Dehqonchilik, tirikchilik. Tirikchilikmi? Ha, bo'ldi. Tirikchilik. Yeb ichish sog'lik varianti deyishyapti. Shu raqamdagi telefon qilaverasiz. Aka, salomat bo'ling, charchamang. Savdongiz. 12,5 modelning o'tib beradi. Zarfingiz o'tib. Aka, so'zlar bo'lmasa, siz unday patir qilyapsiz. Shuni savdosi bo'lyaptimi? Qancha so'radingiz bunga? Ha? 20 million. Qancha bo'ldi savdosi? Al tayinli bo'lmadi. Bo'lmadi, tayin qilmadimi? Bu qanchami? Urg'och. Bolasi urg'ochi 20 million so'rashyapti ekan. Nechinchi bolasi ekan? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Telefon nomer qoldiramizmi? Sotaveramiz. Xudo xohlasa sotib ketadi. Sotilib ketadi. 20 million so'rashyapti ekan o'zi. 20 millionga. Rozimisiz? Qaysi savdo bo'lyapti?
Endi aka. Endi qo'pol gapirishga majbur qildingiz. Men ham qo'pol bergan. Aka. Davuzda qaytmaysan bo'ldi. Bobor aka. Lavziz yo'qotmaydi. Ana mana tirigi sotib. Bu yetida yuring deb qo'ygan. 17 bo'ldi Bobor aka. Rozimisiz? Bobor aka 17 bo'ldi. Ha? Yuring. 17 million. Xullas akalar, 17 million mana savdosi bo'lyapti. Mana shu sigirimiz. 4-5 tuqqan deyishyapti. Yana 17 ga. Chorva TV. Hali bitmadimi aka? Ko'targa ekan aka. Mana 17 bo'lsa oldim, endi qaytayapti. Qo'shni sotasiz. Yursa sotaman-da. Sotasizmi? Yurmasa lekin sotmayman. Sotasizmi yursa? Bu yetida yuring deb ekan. Bo'ldi nega? Yursa sotasiz. 100 ming yo'q, 50 100 ming. Mart bo'lsa 100 ming so'm qo'shib beradi, yo'l kirasizga. Bo'ldi. Mana shu bola. Ha, bu ish. Uchinchi bolasi bu qancha? 5 litr sutga. Mana shu sigirimiz. 100 ming so'm usti bo'ldi, bor ekan, mol sotildi. Mana. Yo, ustiga 100 ming so'm beryapti. Mana. Bor ekan. Rozimisiz? Mana. Aka, asam o'ynab bo'lmasa, mana 11 million beraman bu. Mana kim ketdi? Mana 11 million beraman. Adetdagi o'tiryapsiz. Bo'ldi. Oldiga. Bo'ldi. O'tish yaxshi. Yur beraman. Nega siz mard bo'lmayapsiz? Mard bo'ldim, nega siz mard bo'lmayapsiz? Qanday mard bo'lyapsiz? Siz lavzida qachon o'rnatib qoldi? 100 ming so'm. Mana 2 yil so'rasizda. Mana 200 ga. Bo'ldi. Qancha bo'ldi? 17 million 200. 17 million 200. Bo'ldi, baraka bo'ldi. 17 million 200 ga akalar. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Olgan odam. Mana. 16 million savdosi bo'lyapti akalar. Mana bu tomonda mana savdolar bo'lib turibdi. Shuni savdosi bo'lyaptimi? Bolasi bu qancha? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Nechta litr sut beryapsizlar buni? Aka, kuniga bir 5 litr chiqadi. 5 litr ha? Bolasi necha oylik? Katta bo'lib qopti? 3 oy 4 oylik. Qanchaga chiqdi baho? Savdo 16 million ha? 16 million. Ertaga kech 5 litr berib qolar deyishyapti mana. 16 million. 18 yarim oldim. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi savdo akalar? 11 million 700, 300 mingga 11 million. 300 mingga ham 11 million ha? Bitta ko'zi ko'r ekan. Ha, bir ko'zi ko'r. Bu qachami? Bola urg'ochi. Nechinchi bolasi ekan? Birinchi bolasi, ha. Bitta ko'zi ko'r ekan. 11 million, 300 mingga. Savdosi bo'lyapti. Aniq bo'lmaydimi? Topmaysiz. Bo'lishmaydi. Bo'lishini ishlaydi. Pulim yetsa olaman, pulim yetmasa qoladi. Hozir qancha ekan? Suti yo'q. Suti yo'q. Shuncha bo'lsa bo'ladi. Suti yo'q ekan akalar. Yurakdan beruvdi lekin qaytarib kelishadi. Bitta ko'rsatma indamay qaytarib oldi. Zafar aka, rozimisiz aka? Aka, siz yurib so'ra deyilgan joyingizga mana yurib so'ralyapti 500 ming aka. Qancha bo'ldi savdo? 31 million 500 ming. Bolasi buqami?
31 milyon 500 ming. Bolasi bu qacha? Mana ona bola sigir. Ama lekin sigir katta sigir ekan-da akalar. Bo'ydor. O'zingizga ko'rib bo'ldi. Salchangiz yo'qsin bo'ldi. Ol baraka topding bo'ldi. Kulib. Xursandmisiz? Zafar aka. Xursand bo'lib bering yana. 31,5 savdosi bo'lyapti. Men borib bir so'raganda 500 emas, million qo'yib so'radim. Million qo'yib 30 ta pasat do'paytir aka. 5 Elektrический. Ha? Qondan bor bo'g'oz. Ha, bo'g'oz. Ha, bo'g'oz ham ekan akalar. Qorinda bor ekan bo'g'oz. Uchinchi qoringa bo'g'oz akalar. Sen mana 500 deb qo'shgan mana hamma 5 tani so'rab berarmikin deyaptim. So'ragan. 31,5 6 litr bolasidan ortgani. Suti. Sal yo'lida men. Yo'q, yo'lida bo'lsa ayting. Azgina qoldi. Ko'p gapirmoqdi. Kim bo'lib qoldi? Keyingi sigirimiz. Maşallah, bu ham juda bo'ydor ekan. Savdosi bo'lyapti. Yana bola 35 ustiga yur deb aytishyapti ekan. ustiga so'rab, ustiga yurib so'ra deb aytyapti ekan akalarimiz mana. Sigir bo'ydor ekan. Bolasi urg'ochibek. Bo'g'oz emas, ha? Onasi bo'g'oz, bolasi urg'ochi. Qancha bo'ldi savdo? Onani o'zi 25. Bolasiz, ha? Onasini o'zi 25 million. Bolasi urg'ochi. Bo'g'oz. Nima yo'q. Sherik misan bular? Baraka bo'ldi. 16 millionga. Barakasini bersin. 16 millionga baraka bo'ldi. Nechinchi chiqardik? 4-chi qorin. 4-chi. 4-chi. Qorin 7 oydan o'tgan bo'g'oz. 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Hozirgi baraka bo'lgan sigirimiz akalar 16 million. Baraka bo'ldi. 3-chi qorin bo'g'oz. 4,5 million savdosi bo'lyapti akalar. Bolasi urg'ochi. Ikkinchi bolasi? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi.
2-3 litr suti bor ekan akalar. Ikkinchi bolasi. Xo'p, yana bir sigirimiz savdosi bo'lib turibdi akalar. Gelin aka, ma'qul aka. Bolasizlar? Mana. So'rang bilganda sog'lom mol aka, ana. Qancha bo'ldi savdosi? 20 million so'rayapti. Ana yelini qarang. Bo'ladi aka, ro'zg'or bo'lgan. Ko'ravering. Ro'zg'or bo'ladi. Bolasi urg'ochi? Mana. Mana sigirimiz akalar. Ikkinchi bolasi. Ey canım. Akalarimiz uyiga ro'zg'orga deb aytishyapti mana. $17 million. 17 million mana savdosi bo'lyapti. Bolasi urg'ochi. Mana, nechta litr sutga beryapsizmi? 10 litr, 8 ta bersa bo'ladi. Ha. Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 33 836 45 836 45 33 kodi bilan akalar. Shu raqamdagi telefon qilaverasizlar. Yaxshi sigir. 15,5 dedi bu qoladi. 15,5 million mana savdosi bo'ldi. Olani, onasi bilan. Ona bo'ladi shu. 17 dedim. Ha, siz 17 dedingiz. Bo'ldi, shu raqamdagi telefon qiling. 15 million savdosi bo'lyapti. Ustiga yurib so'rasangiz berib yuboradi akalar. Shuni savdosi bo'lyaptimi? Yo'q, narxini. On 18,5. Bu qanday bolasi? Nechinchi bolasi? 6-chi bola. Nechta litr sutga beryapsiz? 6 litr sutga. Akalar, shu sigirimiz savdosi bo'lyapti mana. 18 million. 18 million savdosi bo'lyapti ekan akalar. Boyagi sigirimiz. 26 million. Qanchaga chiqdi? Qanchaga? Ha? 14,5. Ha. Boyagi sigirimiz akalar 14,5 ga mana savdosi bo'ldi. Mana shu sigirimiz akalar, mana shu 14,5. Boyagi sigirimiz 25 million 200 mingga baraka bo'ldi akalar. 25 million 200 ming. Mana. Yana bir yaxshi sigir ko'rsatamiz, 21 million. Mana yenilari 21 million savdosi bo'ldi, berishmoqda akalar. Bolasi bu qacha? Nechinchi qorin? 3-qorin, bolasi bu qacha. 21 millionga bermadingiz, a? Telefon nomeri qoldirib qo'yamizmi?
90. Aytavering. 137 68 80. 68 80 akalar. Shu raqamdagi telefon qilaverasizlar. Bo'ldi. Egasi boshqa deyishyapti. 14 million. Nimaga olayın endi? 14 million savdosi bo'lyapti. Qancha qildingiz? 14 milyon. 17 milyon deb kelganda aytilgan bu 14 milyon so'm. Bolasi urg'ochmidi? Nechinchi bolasi? 5-chi. Nechta litr sutga? 7ta. 7 litr sutga 5-chi bolasi. Mana shu sigirimiz aka. Harakat topaymi? On 18,5-19. Qilishyapti bozor. Bolasi? Bolasi erkak. Ikkinchi bolasi. 18,5-19, bolasi erkak, ikkinchi bolasi. 7 litr suti bor ekan. 7 litr sutga. Ye bichi sog'lik garanti. Savol javob 6 kunga ketishi. Bo'ldi. 6 kun degan. 6 kunlikmi bolasi? 6 kun degan. Ha, jonivorman. Ye bichi sog'lik garanti beriladi. Moliga yeb ichishiga, tana jon sog'ligi, berishiga, boshligiga javob aka. Javob, ha? Bir qanday javob beradi любой insonga. Bo'ldi. Uyda olsa ham, bozorda olsa ham. Bo'ldi, telefon nomeringizni ayting. 90. 928 928 42 28. 42 28. Manzil qayerda? Kalsoda aka. Kalso, Piskent. Mana. So'ragan ekanlar. Chorva TV, assalomu alaykum. Mana shu raqam. Mana shu akamizdan. Ikkinchi bolasi erkak. Syomkalarimizni yakunlaymiz. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu edi. Likelar sanashmasin, likelarni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, aziz yurtdoshlar.